Assalomu alaykum. Bundan oldingi videoyimda uy solish, uy qurish haqida gapirgan edim. Bu safar ozgina yana to'ldirishlar qilib ketmoqchiman. Masalan, inson 20 gami, 25 gami kirib, endi yaxshi pul topib qolgan paytda, uylanish yoshi yaqinlashgan paytda, shu yoki turmushga chiqish yoshi yaqinlashganda qizlaru mayli, uni otasi, aka-ukalari uy qurilishi bilan band bo'ladi. Ayniqsa o'g'il bolalar uchun yangi pul topishiga, yaxshi pul topib qolganda boshida darrov uni tez qurilishga, u yoqqa bu yoqqa to'yga, yaxshi qilib to'yda o'tkazib yuborish, shunaqalarga sarflanadi bizda odatda. 95% odamlar shunaqa qilishadi hozir. Endi nima qilish kerak unda seningcha, nima maslahat berasan deb so'raydigan bo'lsangiz, men aytardimki, topgan pulingizni tezda uy sug'orib, oxirigacha 0 qilib ishlatib yuborishga shoshilmang. Pulni topdingizmi, uni 1 yil, 2 yil, 3 yillab to'plang. To'plangda moment kuting. Birovga berib qo'ymang ishonib. Biznes qilamiz, u bu desa, mashinanglar ko'payib ketgan hozir. Sizda pul ko'paydimi, aqllilar ko'payib ketadi. Seni puling bor, mana qilib qo'y, unaqa qilib qo'y deb sizni pulingizni iloji boricha sizni cho'ntagingizdagi pulingizni sizdan olib qo'yishga harakat qiladi. Sizni cho'ntagingizdagi pulingiz boshqa odamlarni xavotirga solib qo'yadi. G'amini yeb qoladi, sizni cho'ntagingizdagi pulni g'amini boshqa odamlar yeb qoladi. Shuning uchun aytmoqchimanki, men o'zimni opitimdan kelib chiqib aytaman. Mana topganimni sarflab uy soldim, 10 yil ketdi. Undan keyin ham unaqa ko'p pul topganim yo'q. Uy solish boshlagandan topgan pulimni ham keyin shunaqa qilib topdim. Bir xil, summasi bir xil. Masalan, oldin 300 topgan bo'lsam, keyin 400 bo'lgandir topishim. Inflyatsiya pulni qadrsizlanishini hisobi bilan oldin 300 topganim bilan hozir 400 topganim bir xil bo'lib qolgan. Ana shu paytda, uy solgan paytimda. Bundan 4 yil oldin yana 0 dan boshladim ishni. Mashina oldim oxirgi pulimga. Undan keyin 0 dan boshladim. Mashina olganimdan keyin cho'ntagimda qolgan bo'lsa 500 yo $1000 pul qoldi. Ana shu 500-1000 dollar bilan ozgina оборот qilib 4 yilda hozir pul to'pladim. Shunday pul to'pladimki, summasi ana shu 10 yilda qilgan uyimdan zo'r qilib 4 oyda bitkazib oladigan pul to'pladim. 4 yil ichida. 4 oy, uzog'i 5 oyda 10 yilda qurib hali beri bitira olmagan uyimdan yaxshiroq qilib, undan ko'ra sifatliroq qilib, undan ko'ra qulayroq, proyektini chiroyliroq qilib, sharoitini yaxshi qilib, yana ham yaxshiroq materiallar bilan 4, uzog'i 5 oyda bitira oladigan pul to'pladim. Agar shuni bitirsam ham hozir, endi 4 yil to'plagan pulim bilan meni pulim 0 ga tushib qolmaydi. 1-2 ming yo 3000 dollar yana pulim qoladi. Undan tashqari mana shu to'plagan pullarimni bir qismini ishga olib kirib qo'yganman, pul keladigan qilib. Pulni o'zim uchun ishlatishni boshladim. Pul men uchun ishlaydi. O'zim bir оборот qilishni boshladim pulni. Masalan, hozir qurilishga pulimni hammasini sarflab olgan taqdirimda ham оборотimda bir 2000 dollar bo'lsa, yana 1 yil u yog'i oshib ketsa 2 yilda yana uy qurmaganday bo'lib yana tikkalanib olayman. Endi bu oldini ayta olmayman, Alloh biladi-yu, lekin shunaqa sharoit qildim men. Hozir bo'lib turibdi bu narsa, оборот bo'lib turibdi. Demoqchiman, har bir yosh odam, endi pul topgan odam boshida yaxshi topadida, ko'ziga puli ko'p ko'rinib ketadi-da, keyin o'ziga ishonch hosil bo'ladi. Birinchi
pul topgan paytda odamni psixologiyasi shunaqaki, e, o'ziga ishonch paydo bo'ladida, kuchiga, aqliga, mana pul topdim deb bitta marraga erishgandan keyin endi pulni ishlatib yuborsam ham bo'laverar ekan deydi. Yo'q, unaqa emas. Aynan ana shu paytda yoshlarda tajriba yetishmaydi. Pul bilan birinchi muomalada xatolik bo'lgandan keyin bu xato ikkinchi xato, uchinchi xatoga ulashib ketaveradi. Ana shu pul topgan paytda odam o'zini bosib olish kerak. Ehtiyot bo'lish kerak. Pulni turarsin, 1 yil, 2 yil bitta zo'r imkoniyat chiqadi. Imkoniyat chiqqan paytda pulni bitta urib 2 barobar ko'paytirib ola oladigan imkoniyat chiqadi. O'zingizni peshonangizdan chiqadi, ro'paringizdan. Menda xuddi shunaqa bo'ldi. Pulni 1-2 yil pul to'planib, $500-600 bilan, o'zag'i $1000 bilan оборот qilib 2 yilda bir $4000-5000 pul qildim. Oshindim-da endi oila boqishdan, hamma yoqdan tashqari. 4-5 odamni ta'minlashdan tashqari $3-4 oshinib, shu $7000 bor edi. $7000 2 yilda to'plagan ekanman. Ana shu $7000 to'plab turgan paytimda bitta tayyor ishlab turgan biznes bankrot bo'ldi. Bankrot bo'ldi-da, ular egalari eplolmay qoldi. Vaziyat shunaqa bo'lib qoldi. Ishchi olib ishlataylik desa ham ularni qoplamaydigan darajada bo'lib qoldi. Keyin ular nima qildi? Meni chaqirdi-da, arendaga ol mana shu yerda dedi. $250 oyiga arendaga ol dedi. Keyin men o'ylandim. Eplolmaymanmikin? Qanaqa bo'lar ekan dedim-da, оборотga pulim bor. Qarz olmayman, kredit olmayman birovdan. To'plab qo'ygan pulim bor. Meni ro'paramdan imkoniyat chiqdi. Sharta yopishtirdim. Tavakkal dedim-da, bitta arendasini berib qo'ydim-da, arendasini yarim pulini 1,5 kunda topdim. Birinchi ochgan kunimdan boshlab. Ochib qo'ydim. Endi yangi narsalar olib kelib qo'yganman, masalan, tarozilar, temir qabul qilish joyi ber. Tarozilar olib kelib qo'ydim. Tarozlarim to'g'ri, pul bor. Klientlar bezillamaydi-da, pul bor, olib kelaveradi tovarni. Birinchi oyda ochgan oyimda bu tochka ishlamaganligini hisobiga 5 oy atrofdagi mahalladagi aholi temirini topshira olmay to'planib ketgan edi. Deyarli yarim yil. Shunaqangi olib kelishyapti. O'zimning mashinam ham bor, mashinamda ham tashiyapman, yuk mashinam bor. Kuniga $100 dan 29 kun pul topdim. Bir kun $50 pul topdim. Ko'rdinglarmi mana imkoniyat. Qanaqa imkoniyat chiqdi ro'paramdan. Agar pulim bo'lmaganda qila olarmidim shu ishni? Kim menga $4000-5000 оборотga pul berardi? $4000-5000 siz bu yerda оборот qila olmaysiz. Pul tugab qolaveradi. Narx-navo o'ynagan paytda zapas pulingiz bo'lmasa, tovarni o'zini narxiga, zarariga ham berib yuborishga to'g'ri keladi. Juda og'ir bo'lib ketdi bu biznes. Shuning uchun aql bilan ish qilish kerak. Doim zapasda pul turish kerak shunaqa. Ishlanmay tursa ham turaverish kerak zapasda pul. Chunki bilib bo'lmaydi. Tovar ko'payib ketadi, narx tushib ketadi. Unaqa paytda bu yoqdagi pulingizni o'yinga kirgizasizda, dam olib turgan pulni. Uni ham ishga tushirasiz. Qimmat olib qo'ygan tovaringiz kutasiz. 1 oy, 2 oy. Yana narx ko'tariladi. Yana keyin o'tkazib yuborasiz. Hech bo'lmasa ozgina bo'lsa ham foyda qolish kerak. 10% bo'lsa ham olgan tovaringizdan. Ko'ryapsizlarmi? Meni shunaqa opitlardan, tajribalardan o'ta ko'p bo'ldi hayotimda. Juda har xil ishlar qildim. Qurilishda ham ishlab ko'rdim, musor tozalashda ham ishlab ko'rdim, dvorniga ham bo'lib ko'rdim, pechka yoqdim 10 yil. Hammasini bir chekkadan gapirib beraman hali. Mana shunaqa chiqargan videolarimning ichida gapirib o'tib ketaman o'zimning boshimdan o'tganlarni ham.